Plastmassa butilkalarni qaynatish mumkin emas. Ko'pchilik ota-onalar bolalarimga yaxshilik qilaman, toza butilkada sut beraman deb plastmassa butilkalarni qaynatishadi, sterilizatsiya qilishadi. Plastmassa butilkalar qaynatilganda yoki bo'lmasam ichiga issiq suv qo'yganda ular tez eskiradi va o'zidan zaharli moddalarni ajratishni boshlaydi. Bundan tashqari mikro va nanoplastlarni ajratadi. Mikro va nanoplastlarni bolalar ichish natijasida u oshqozon ichak traktidan so'rilib butun a'zolarga tarqab ketishi mumkin. Plastmassa butilkalarning ichida himoya qatlami bo'ladi. Butilka qaynatilganda yoki issiq suv quyilganda himoya qatlami erishni boshlaydi va oralari ochiladi. Bu yerdan esa plastmassa tarkibidagi zaharli moddalar sutga o'tadi. Sut orqali esa bola ularni ichib yuboradi. Bolaga zararli ta'sir ko'rsatadi. Faqat shisha butilkalarni qaynatsa bo'ladi. Ya'ni faqatgina shularga ruxsat berilgan, chunki ular qaynatilganda ham o'zidan zaharli moddalar ajratmaydi. Plastmassa butilkalarni qaynatish mumkin emas. Ko'pchilik plastmassa butilkalarga 60 gradusdan oshiq suv quyish mumkin emas. Bizning ota-onalar ko'pchiligi qaynagan suvni shundoq plastmassa butilkaning ichiga quyib, smes solishadi. Bunaqa qilish ham mumkin emas. Smes issiq suv, qaynayotgan suvga solib bo'lmaydi buni. Plastmassa butilkalarni ishlatish mumkin, lekin 60 gradusdan oshiq suv quyish mumkin emas, qaynayotgan suv quyish mumkin emas va plastmassani qaynatib sterilizatsiya qilish mumkin emas.